Mu'minlar amiri va musulmonlar xalifasi Abu Hafs al-Hoshimiy al-Qurayshi hafizahulloh. Qiyinchilik va yengillikda, o'zimga yoqqan va yoqmagan narsada Alloh subhanahu va taoladan ochiq kufrga dalil topilmas ekan, xilofat ahli bilan talashib tortishmasdan itoat qilishlikka bay'at beraman. Alloh subhanahu va taolo bunga guvohdir. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Aka, shunda subhanalloh birinchi porox bilan to'ldirib, keyin benzinni qayerga qo'yadi? Yo ustiga, poroxni ustigami?